pritochka. Polni xonalarni ventilyatsiya qilib, havosini almashtirib, tozalab, ortiqcha hid-pidlarsiz cho'tka qilib beradi. Xudo xolsa, inshaalloh bu ham qo'limizdan keladi bunaqa ishlar ham. Bu VRFimiz, ikkinchi blokimiz, внутренний, xudo xolsa. Polni sistemani ko'rishingiz mumkin. Bu eski uchastirdan o'shuli masjidimiz bo'lgani uchun, shuning uchun devorlarga ortiqcha aniq berilmagan, xonaning ichidan o'tmasligi uchun hammasi mana ko'rishingiz mumkin. Yerga qazib, yer tagidan xonaning ichiga olib kirilgan. Eski imorat bo'lgani uchun bunaqasini buzmaslik uchun infrastrukturasini deydimi, hammasi mana yer tagidan kelib, hamma kanallarimiz ham yer tagidan kelib, bularni o'rtada qolsa juda bir eski masjidimiz ekan.